Hurmatli kuzatuvchilar, Yangiobod mahallasi Uchtepada tankdan o'tgandan keyin 7 sotixli kottej bor ekan, shuni obzorga keldik. Uyimizni mana shu umumiy ko'rinishi, mana shu darvozaxonaga kirishda mana ko'rib turganlaringdek, mana shu 7 sotix uyimiz mana shu 35 ga 20 ekan o'lchamlari. Uyimiz to'rxona plus oshxonasi bor ekan. Ikkita detskiy, bitta spalniy va bitta zal. Hurmatli kuzatuvchilar, uyimizda gaz, suv, svetdan muammosi yo'q ekan. Kadastr hujjatlari ham tayyor. Uyimizni narxi 38.500 dollar deb aytilyapti. Yana ozgina kelishtirib berishar ekan. Bizning Instagram va Telegramdagi Top Uy kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar.